Hammaga salom. Ko'pchilik so'raydi, nimaga Xitoy bayk sotib olgansiz deb. Любой odam ko'rpasiga qarab oyoq cho'zadi degandek, men ham bu baykni olgan pulimga misol yaponskiy yoki originalniy qanaqadir mototsikl sotib olsam bo'lardi. Lekin u birinchidan eski bo'lardi, ikkinchidan unga qanday qaragan, qanday obslujivать qilgan uni hech kim bilmaydi. O'shaning uchun lotereya arzon qanaqadir yaponskiy olaman, mazza qilaman deydiganlar xato qiladi. Endi hammasi ham basu, lekin ko'pincha xato qiladi. Nimaga? Chunki siz bilmaysiz, u mototsiklda qanaqa mingan, qanaqa obslujivать qilgan, qanaqa remont qilgan, qanaqa yo'q qilgan siz bilmaysiz. Balki siz uni olasiz, bir oydan keyin u to'xtab qoladi. Zapchastlari qimmat. Ikkinchidan u zapchastlarni kutish kerak zakaz qilgandan keyin. Ancha yil ustachilik qilib yurib, yaponskiy eski mototsikllarni ham ko'rdim, Xitoyda yangi bayklarni ham ko'rdim. To'g'risi baxtli bo'lgim keldi, o'shaning uchun yangi Xitoyda mototsiklni zakaz qilib yubordim. Mana 1 yildan beri umuman hech qanaqa muammo ko'rsatgani yo'q, Xudoga shukr. Yog'ini almashtiraman, benzin qo'yaman, minaman mazza qilib. Bo'ldi, tamom. Hech qanaqa remont, hech qanaqa usta, hech kim kerak emas. Mazza qilib haydab yuraman. O'zimga xon, o'zimga bek. Hammaga salom, sog' salomat bo'linglar.